salkam 4000 kvadratga ega bo'lgan shu omborimiz qurildi. Sizlar xudo Buni xolasa tomga o'rnatish jarayonlarini ham video davomida sizlarga ko'rsatib berganmiz akalar. mijozlar xudo xolasa bizdan mamnun. Har haftada olsa kerak desam, уже olib bo'libdi hammasini top. Lekin aka 200 metr bilan 20 metrda ham chiqarsa bo'ladi. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, biznesmen, tadbirkor akalar. Men mana shunaqa tomlar, naveslar, angarlarning ichida ko'rganim, ustalar yasagan eng kattasi mana shu bo'ladi. Aka necha ming kvadratli joy qaydamiz biz hozir? Avvalambor assalomu alaykum Eldorado obunachilar, bizni kuzatayotgan O'zbekiston, qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston barchalarga alangali salomimizni qabul qilasizlar. Xo'p, bu joy Sirdaryo viloyati Pravda deyishadi. Mana bu yerda kalsiy betonkani yoqasida bo'lgan. Ha. Dori saqlash uchun ombor. Ombor bu sklad. Ha. Dori saqlash uchun qilingan ombor. Bu joyda uzunligi 112 metr bo'lyapti. Eniga 36 metr. Necha ming bo'lyapti? Salkam 4000 kvadratga ega bo'lgan shu omborimiz qurildi. Yaxshi. Hali 100% to'liq bitirilmadi. Endi hozir tom qismlarini olib kelinadi, keyin yopiladi. Hozir shu ish qolganligi payvandlash jarayoni ketyapti. Ketyapti. Yana buni bilsangiz, ya'ni bitta narsani aytib o'taman. Bitgandagina bitta obzor qo'ramiz. Xudo xolasa, yopgandan keyin. Ha, kutasizlar, xudo xolasa. Buni tomga o'rnatish jarayonlarini ham video davomida sizlarga ko'rsatib berganmiz akalar. Ko'rib maza qo'rsang bo'laveradi. Haqiqatan katta bino, ulkan bino qurilyapti. Xo'p, vohaga chiqib ketish kalsiy maydagi qurilma. Ha, Malikasovoy Metan Pro degan zapravka ham bor ekan. Mabodo mana shu atrofda yashaydiganlar, mana shu tomni qilmaymi, konteynerdan qilmaymi deyotgan akalar yoki vohaga kelib Toshkentga yo'l tushganda kelib ko'rib ketsangiz ham bo'laveradi. Ishga gap bo'lishi mumkin emas. Qorga, shamolga, do'lga inshaalloh xudo xolasa hammasiga javob. Javob, xudo xolasa. Bo'ldi. Akalar juda ham ulkan bo'lganligi uchun oxiriga borguncha charchab qolmaymiz degan umiddaman ketdik. Yurib gaplashib ketamiz. Bu usta juda ham ko'p tomlarda, angarlarda yopib bergan akamiz Yoqubjon aka. Ishi haqiqatan go'zal akalar. Men bu akadan boshqasini reklama qilganim yo'q 1 yildan beri. Sababi bu aka qilgan ishiga javob beryapti. Olgan zakasini vaqtida topshiryapti. Zakat olingan, dogovor qilingandan keyin 100% material bilan borasiz, ha? 100%. Nega ham shunaqa kelinganmi? Xuddi shunaqa. Ob'yomda qizig'i yo'q. Voy, material yetmay qoldi, bu bo'ldi degan narsalar bo'lmaydi. Biz bilan ishlayotgan obyektdagi zakaz beruvchi mijozlar xudo xolasa bizdan mamnun. Hammasi. Ishimizga ham, masalan, aytilgan muddatga bitishiga boshqa qilishga biz to'liq bu narsani nazoratga olamiz, e'tibor bilan harakat qilib bitiramiz buni. Chunki mana kimdir Xitoydan yoki Turkiyadan, Rossiyadan оборудование zakaz qilib qo'yganda, bizga masalan 2 oy, 3 oy yo 1 oy vaqtim qoldi deydi. Shunga qarab turib biz harakat tezlashtiramiz. Masalan, bitta ob'yomga 6 ta odam bilan borsa ham bo'ladi, 10 ta odam bilan borsa ham bo'ladi, 20 ta odam bilan borsa ham bo'ladi. Shunga qarab turib biz tezlatamiz. Lekin yana bitta narsa bor. 10 ta odamni o'rnini 4 ta zo'r odam ham bosib qo'yishi mumkin. Shunaqa tajribali svarchik akalar ham mana shu akani bilan birga ishlashadi. Xo'p, buni necha kun bo'ldi mana shu holatga kelgungacha? Maksimal aka bu Zakatobga bekka tayyor kelganiga, tayyor qilib bo'lganimizdan keyin o'rnatishlariga maksimal 10 kun ketdi. 10 kun? Uzoq 10 kun ketdi. Avval kuni akalar kechadan oldingi kuni bular yerda edi. Sizlar tasavvur qilishlaringiz uchun bular yerda turadi. Bu bir haftada olsa kerak desam, уже olib bo'libdi hammasini tomga. Hozir endi payvandlar ishlari davom etyapti. Qachon tomini olib boramiz? Imkon qadar endi hayitdan keyin qoladi. Chunki hozir masalan payvandchilarga 2 kun, 3 kun vaqt ketadi. Bolalar уже hayitga qaytadi. Qolgan joylarni hayit keladi, hayitdan keyin xudo xolasa tunikalarni ham zakaz berilgan. Xudo xolasa bir haftada tom qismi yopilib bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p, akalar qaranglar, bittanasiga ahamiyat beramiz. Mayli, mana shu ishingiz haqida gapirsa, mana haqida. Bo'ladi, mana shuni tushuntirib bersangiz yana ham osonroq bo'ladi, qolganini o'zim tushuntirib beraman. Xo'p, mana 150 mingdan 350 minggacha bo'ladi tom yopish narxi. Uzunligiga, stoykaligiga qarab aytiladi. Qaysidir usta keladida 230 minglik deyilgan joyda men 210 mingni yopib beraman deydi. O'sha yerda ahamiyat berasizlar. Mana shu qaysidir bittasi chiqmaydi. O'sha usta qaysidir birini qo'ymaydi. Tushunyapsizlarmi? Qaysidir biri yoki mana tortqilaridan bermay qo'yadi, mana maydalardan. O'shani hisobidan arzonroq bo'ladi. Materialning narxi bir, tan narxi bir aslida. Bu yerda ustaning tajribasi
ustani mahorati ishiga javob berish turadi xolos o'rtada, boshqa hech narsa turmaydi. Juda to'g'ri gapirdingiz. Mana shu joylarni haqiqatan yakka qilib berib yuborsa bo'ladi. Mana tasvirchi bola yaqinroq kelaversangiz, mana qarang. Mana shu joylarni mana yakka qo'ysa bo'ladi. Biz divayni korobka qilib qo'yapmiz buni. Mana uni to'xtab turing. E'tibor beraverasiz. Yakka deganingizni ko'pchilik tushunmaydi. Mana. Bu ikkita S harfini yig'ib, manaqa profil hosil qilinyapti. Mana yakka degani mana masalan biz mana joyga yakka ishlatyapmiz. Bu yakka emasda bu, ugolnik bu. Ugolnik ishlatiladi. Lekin mana shuni yakka qilib qo'ysa ham bo'ladi. Endi qarang, mana shu holatda ketyapti. Endi yakkani yana ko'rsatib beraman, keling mana. Biz kerakli joyiga qo'yapmiz-ki mana. Mana yakka deydi. Yakka deb mana shuni aytadi. Yakka deb mana shuni aytadi. Bu yog'i sababi bu yoqqa qo'yilgan hisobiga bu orasi tor, zich to'qilyapti. O'shanga bittali qo'yib yuborsa ham bo'ladi bu tarafga. Buni ajratish oson tomoni qarang. Buni kilogrammidan bilib qo'yasiz. Ko'pchilik tushundirish. Mana qarang, mana shu 18 metrli ferma. 36 metr tutashyapti-yu. 36 metr ferma bo'ladigan bo'lsa 2 bo'linsa 18 dan bo'lyapti, to'g'rimi? 18 metr fermani misol mana hozir 240 metr material bilan biz chiqaryapmiz buni. Mana 18 metrga 240 metr ketyapti. 240 metrdan ziyodroq ketyapti. 4-5 metr, 240 244. Lekin aka 200 metr bilan 20 metrda ham chiqarsa bo'ladi. O'sha adashib qolmay, odamlar tanlashda adashmaydi. Mana misol narx biz aka 20 yildan oshiq stajimiz bor bu narsaga. Biz bu narsani masalan kelib qurib ketish emas. Bu narsaga yillar davomida biz javobgar shaxs bo'lib qolamiz aka. Agar xudo xolasa, agar qor, yomg'ir bo'ladigan bo'lsa, biz bunga xudo xolasa javob beramiz. Lekin Alloh tomonidan bir hamma binoga bir favqulodda vaziyat kelmasin, kelsa agar unga javob bera olmasmiz. Lekin biz tomonidan bo'lgan ishga mash firma egilik bersa, sinib ketsa biz javob beramiz. Boshqa tomlar turib bu qiyshayib ketadigan bo'lsa, nimadir bo'ladigan bo'lsa javob berishadi. Xudo xolasa kelar ob-havo shu tomonidan ajratib olsa bo'ladi. 20 metrli fermaga mana bu 18 metrli. 20 metrli fermaga 192 metr bilan chiqarishadi. Lekin men uni qilmagan sababi aka buni odam shuncha pulga qurdiryapti aka. Tagida odam ishlaydi. Shuncha pulga qurdiryapti. Endi bu yillar davomida xizmat qilish kerak. Kelajak avlodga yetish kerak. Xo'p, endi masalan ishlatilgan materiallar, firmalarni ko'rsatib ketamiz, a? Ketdik, a. Siz tasvirchi bola oldiroq qotib oling. Qarang mana. Stoykalar ko'ryapsiz aka. Konteynerda lagali joyida, shveller deydimi? O'sha joydan qilinyapti, talshinasi 4 stenda. Mana undan ko'rsatib bersak, aka shunda. Mana qaranglar. Bu tomondan kelavering. Konteyner shviller deydi bu narsani. Mana shundan mana qarang. Talshinasi 4 bo'lyapti. Qalinligi. Qalinligi 4 bo'lyapti. Mana 4 tali bo'lib qilinyapti. Yirikda. Ancha muncha. Yirikda ko'rsatib yuboring, hurmatli operator. 4 stenka. Bundan 4 ta qo'yilyapti. Mana bu joytiga ham baquvvatidan to'qilyapti. Bu qayerda bu mana ular? Bu zigzag beryapmiz, mana tikka turgan holatini ko'raveringlar. Xo'p, mana bu tomonda qarang. Kolonnalar hammasi 6 metrga qo'yilyapti. 650 630 atrofida bo'lsa kerak, shunday qo'yiladi. Lekin mana o'rtadagi joyga nima desak, mana texnika yurish uchun mashina kengroq qo'yib bering deyapti, kengroq qo'yib. Buni aka 12 metrga qo'yapmiz. 15 metrga ham qo'yib beramiz. Xolos 20 metrga ham qo'yib beramiz. Qo'yib berasiz. Qo'yib beramiz. U balka baquvvat bo'ladi uni. Balka baquvvat bo'ladi. Mana bu balka bilan bu balkani solishtirib qo'ying mana. Ko'ryapsizmi? Biz aka qaysi joyiga, hali oshpaz qaysi paytda yog'ini, qaysi paytda go'shini solish kerak bo'ladigan bo'lsa, biz ham bu materialni konteyner juda ko'p odam qiladi. Lekin men o'zim ishimni maqtamoqchi emasman. Biz ham malakali, tajribali ustalarni olib kelib ishlatamiz. Staji kamida 10 yil, 15 yil staji bor bolalar ishlatamiz. Qaysi joyiga nima ishlatishni biz e'tiborga olamiz mana. Balkani bu balka bilan bu balkani tasvirchi bola solishtirib qo'ying. Tushunarli. 6 metr qo'yiladigan joytiga sal siyrakroq 12 metrga baquvvat, 20 metrga bundan da baquvvatroq qilib berishadi. Endi bu obyektni masalan bunaqa proyekt ko'p keladi, zakaz bizga ko'p keladi. 30 ga endi 30 metr qilib bering. Hozir 40 metrligini oldik. Eniga 40 metrligini oldik. Yo'q, eniga 40 metr. Xuddi bu 36 metr bo'ladigan bo'lsa, eniga 40 metrligi zakaz oldik. Uzunligi 62 metr. 62 metrga 42 metr ekan. Ichi 40 metr bo'ladi. O'rtaga bitta stoyka berasiz unga. O'rtaga bitta stoyka beramiz. Xuddi shunaqa mana balkani baquvvat qilib beramiz. Xo'p, aka buni firmaning oraliqlarini mana 2 metrdan qo'yapmiz orasini. Profildan haligi
7li 8li deb qo'yadi. Ha. Biz 9ligidan qilyapmiz aka. Mana shu joylarni endi gapirib o'tish kerak. Ya aytdi. Nechilidan qilasiz deydi, mana 9lidan qilinyapti. Bu firmani bir-biriga hali bitgan, 100% bitgan yo'q. Aha. Bitganda buni kerak usulini beriladi. Ko'rsatamiz bitganlar. Ha, bitganda ham ko'rsatamiz. Bu ham yorug'lik energiya tejovchi tom bo'ladimi aka? Yo'q, buni endi biz mijoz ko'ngliga qarab, aka. Agar mijoz shunaqa bering deydigan bo'lsa, shunaqa beramiz. Amma maslahat berasiz. Maslahat beramiz aka. Chunki sklad ombor bo'lsa, hozir maslahat yorug'lik svet yoqib turilavermaydi-da. Aha. Samarqandda bir shunaqa tom ko'rsatganmiz, eslasalaring. Ha. Aka qaranglar mana. Oraliq masofani ko'rib oldinglar. Poliyani ko'ryapsizlar. Bu salkam kichikroq zavod desanglar bo'ladida aka. To'g'rimi? Ha. Bunaqa proyekt bizga ko'p zakaz qilinadi aka. Imini shunaqa zakazlar. Kimga shunaqangi manaqa shunaqangi ishlab chiqarishga yoki bo'lmasa ombor qanaqadir foydalanishga shunaqa zdaniyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, akalar konteyner profildan 100% sifatli qilib, materiallarni ham chiroyli qilib ishlatib beramiz aka. Bu yer hozir salkam 40 sotik joy bo'lyapti-da, yarim gektarga yaqin joy bo'lyapti-da bu joy. Bu yermi? Ha, kvadratdan hisoblaydigan. Bu yer aka shunaqa bo'lyapti aka. 10 sotigiz 1000 kvadrat bo'ladi. 10 sotik. Bir sotigimiz 100 kvadrat bo'ladimi? 10 ga 10imiz 1000 kvadratingiz 10 sotik bo'ladi aka. ha, va 4000. Ha? 40 sotikka yaqin joy ekanda, qaranglar. Shuncha joyda go'zal holatda yopib berilyapti. Ichida katta fura ham mashina bemalol yurib, yukini to'kib, bo'shatib, qaytib chiqib ketaveradigan holatda. Xohlasizlar 1 gektarli mana shunaqa joyni ko'rsatsalar ham akamiz go'zal holatda yopib, bitirib ishlaringni sizlar o'ylagandan-da chiroyli qilib beradi. Nimaga bunaqa deyapman? Ko'p joyga borgan bo'lsak, joyda egasi juda mamnun. Zo'r usta, maza qilib ishladi. Aka mana hali usulini bermasdan, Eldor qarang. Hali usulini bermasdan o'sha bir baquvvatligini qarang aka mana. Hali usulini berilgan yo'q. Aha. Hali mana stokan o'zini holatiga o'rnatib qo'yapti aka mana qarang. Baquvvatligini qarang. Ammo yoniga tortib berish kerak-da buni. Aka hali bu balki ulangan yo'q mana. Boshidan tepasiga bitta pastga tushirib qo'ying endi. Ha. Mana. Tikak qo'yilgan xolos bu. Hali bir xil joylarda hali e'tibor bersangiz, quruvchi ustalar biz yomon yo'q, lekin yosh bolalar borki, yer qo'yib beton qo'yib yuborasiz deydi. Aka bo'lmagan narsada mana zakladnoy plankasi aka, bunga usulini bo'lyapti aka. Betonni ustiga qo'yish kerak buni. Hali biz upor bermasdan oldin bu stokani baquvvatligini ko'ryapsiz aka. Ha. To'g'rimi aka? Mana. Zo'r. Xullas ish 100% qonuniy bo'lgan GOSTga ham javob beradi. Davlat standartlariga hammasiga javob beradi. Sertifikat ham beradi bunga kerak bo'lsa. Xolos aka. Binosini, hujjatidan, magasin islamini nima desasizlar, hammasiga javob beradi bu ishlar. Javob beradi, xudo xohlasa aka. Ekranda raqam qoldirib, bratga aloqaga chiqinglar, ishlaringizni ko'ngildagidan-da aloqa beradi. Sog' bo'linglar.